Respublikaning tayyorlash markazi. Hakamlar. Assalomu alaykum hurmatli boks muxlislari, hurmatli sport ishqibozlari. Arziqulov, Bazarov, Yakubov. Boks bo'yicha yoshlar o'rtasidagi mamlakat chempionatidan reportajimizni boshlaymiz. 55 kilogramgacha bo'lgan vazn toifasida nimchorak final navbatdagi jang va siz bilan birgalikda biz ushbu vazn toifasida Toshkent shahri va andijonlik sportchilar o'rtasidagi bellashuvni kuzatamiz. Qizil burchakdan Toshkent shahri vakili Sayfulloh Sattorov o'rin oldi. Uning raqibi Muhammadali Turg'unov hisoblanadi. Ko'k burchakka taklif etildi u. Aytish kerakki, 55 kilogram vazn toifasida ham kuchli bokschilar ko'p, yaxshigina raqobat bor. Boshqa og'ir vaznlarga qaraganda bilasiz, yengil vazn toifasida boshqa Osiyo qit'asi vakillari kabi O'zbekistonda ham raqobat juda ham keskin, juda ham kuchli va bu narsa bu safargi yoshlar o'rtasidagi mamlakat chempionatida ham ko'zga tashlanmoqda. 30 ga yaqin sportchilar bor ushbu vazn toifasida ham. Referi Ma'rufjon Urdushev Jizzaxlik mutaxassis sportchilarni nazoratdan o'tkazmoqda. Qoidaga muvofiq aytish kerakki, Toshkent shahri vakili qizil libosda harakatini boshlayotgan Sattorov 5-raqamda saralangan mamlakat chempionatining sovrindorlaridan biri. Juda yuqori tempda jangni boshlashdi sportchilar. Yaxshi bir necha zarbalarni o'tkazdi, o'z navbatida javob bermoqda Sattorov. Turg'unov zarbasi o'tdi, ikkinchi zarbasi biroq javobni yo'lladi, yana zarba o'tkazib yubormoqda. Qiziqarli, juda ham yuqori tempda sportchilar zarba yo'llashga harakat qilyapti. Yaxshi Turg'unov. Uning urinishi ikkilik o'tdi, chap beryapti Sattorovning hujumiga. Yo'q, klinch cho'zilib ketdi albatta. Yaxshi Turg'unov o'tkazdi yana. Qanday zarbani o'tkazmoqda. Qaring, yana bir gavdaga zarba Turg'unov tomonidan. Ikkinchi zarbasi o'tdi. Yana bir zarba Sattorov bu safar. Albatta menimcha Andijon viloyati vakiliga ana shu bokschini havas qilib qo'ygan bo'lsa ajab emas. Muhammadali Turg'unov. Ozaki ko'rsatmani uqtirib o'tdi. Turg'unovga bu yerda yana bir zarba seriyani uyushtirdi Andijon viloyati vakili va o'z navbatida Sattorovning ham zarbalari ancha samarali bo'lmayapti. Sattorov bu yerda seriyalarni davom ettirdi. Chunki referi to'xtadi. Buyruq bergani yo'q edi, yana bir zarbani o'tkazmoqda Sattorov. Biroq chekinib jangni davom ettirish kerakligini uqtirmoqda andijonlik mutaxassislar. Bir qadam. Qanday kutib olmoqda Muhammadali raqibini, yana to'g'ridan zarba. Qarang, qanday to'g'risi ochig'i bu yerda jimgina kuzatish maroqliroq. Bu yerda ikkilik zarbasi Turg'unov tomonidan. Juda ham yuqori tempda jangni olib borishdi birinchi raund va bu borada 4 ta hakam Sattorovga g'alabani bergan bo'lsa, bittasi esa Muhammadali Turg'unovga ustunlikni bergan.
Har ikki burchakda ham tajribali mutaxassislar, jumladan ko'k burchakda biz ring tashqarisida Jahon chempionati sovrindori, Osiyo o'yinlari g'olibi Jasur Latipovni ko'ryapmiz. Aynan u uqtirayapti Muhammad Aliga ko'rsatmalarni. Va shuningdek Shuhrat Isroilovni ham ko'ryapmiz. Qizil burchakda Toshkent shahri vakilining burchagida ring tashqarisida tajribali mutaxassis Sayfulloh Turg'unovga, Sattorovga ko'rsatmalarni berdi. Demak, kuzatamiz. Qanday kutib olmoqda Turg'unov bu safar. Yana to'g'ridan zarba. Yana o'tkazib, bu safar ham gavdaga, tanaga zarba, so'ng boshga ko'tarmoqda u. Zo'r bir-biriga munosib bo'lgan sportchilarning jangi. Bo'y borasida ham, texnika borasida ham ustunlik. Asosiy o'ng qo'lda hujum bo'layotganligini inobatga olish kerakligini uqtirdi. Latipov o'tkazdi chap qo'l zarbasini. Turg'unov tanaga zarba, bu safar andijonlik bokschi tomonidan. Ancha katta kuch sarflashdi. Lekin ishtiyoq ko'zlari yonib turibdi bokschilarning. Qanday kutib oldi zarbani. Mana endi biroz tez-tezda klinchlar yuzaga kelyapti, chunki ishlar boshlandi. Endi mana shunga kim qay tarzda jismoniy tayyor, mana shu jangni yutib ketishi ehtimoli katta. Seriya Andijon viloyati vakili tomonidan o'ng qo'lda yaxshi kutib oldi. Hujumga kelayotgan raqibini Turg'unov. Tez-tez Andijon viloyati vakili murabbiylarni ko'rsatmasini ham yo'l-yo'lakay eshitib boryapti. Yana uning zarbasi o'tdi. Sayfulloh oldinga kelyapti. Yaxshi kutib oldi bu yerda Andijon viloyati vakili. Ikkilik zarbasi uning. Biroq bu yerda yaxshi zarbani o'tkazdi Sattorov. Arenani bular uyg'otdi. Arenaning muxlislarini jonlantirdi. Qafas tushib ketibdi Muhammad Ali Turg'unovning. Zarba o'tkazdi-yu, o'zi ham qattiq javob berishga harakat qilyapti. Toshkent shahri vakili biroz temni ko'tardi. Yana seriya uning tomonidan boshga ko'tardi. Zarbani va o'z navbatida Muhammad Ali Turg'unov tomonidan javob. Qo'yin. Ajoyib jang. Mana endi ikkita hakam andijonlik bokschiga g'alabani bergan bo'lsa, 3tasi ustunlikni Toshkent shahri vakiliga taqdim qilyapti. Hozircha umumiy 7-3 2 raund yakunlariga ko'ra Sayfulloh Sattorov ustunlik qilyapti.
So'nggi raund. Shekillik zarbasini o'tkazdi Muhammad Ali. Javob Sattorovdan. To'g'ridan zarbani o'tkazmoqda Andijon viloyati vakili. Javob Sattorovdan va bu yerda temni ko'tardi, bir necha zarbalarni o'tkazmoqda Sayfulloh. Seriyani uyushtirdi Toshkent shahri vakili. Yaxshi bu jangni davom ettiryapti. Sattorov aniq zarbalar. O'zi zarba berib ortga chekinyapti. Mana yana Sattorovning zarbasi yetib bormagan, lekin so'nggi soniyada ulgurdi u. Zarbasini aniq yo'llashga borini beryapti sportchilar. Bor imkoniyatini ishga solyapti. To'g'ridan yo'llangan zarba aniq Muhammad Ali tomonidan. Jismoniy holati yaxshi ekan, tayyorgarligi a'lo darajada bo'lgan. Juda yuqori tempda jang olib borishiga qaramasdan hamon juda ham o'zini yaxshi his qilyapti har ikkisi ham. Seriya klinchda turib Toshkent shahri vakili tomonidan o'qqanni kutib olmoqda Sattorov. Raqib oldinga intilgan paytda ochiq jangga kirishdi. Klinch 1 daqiqadan kamroq vaqt qolmoqda. Yaxshi kutib olmoqda Muhammad Ali raqibini. Tanaga zarba yaxshi og'riqli bo'ldi Muhammad Ali tomonidan. Ko'p yurib yo'q, bu yerda qafas tushib ketdi. Sattorovning bir necha zarbasi aniq chiqdi. Qarshi zarba. Kirish zarbasi. Muhammad Ali tomonidan yana bir urinish samarali. Zarba o'tkazib bordi o'zi ham. Chunki ko'ryapmiz, har ikkisida ham yaxshigina mahorat bor, yaxshigina tajribali bokschilar. Tashakkur avvalo kim g'alaba qozonishidan qat'iy nazar rahmat aytamiz mana shunday shiddatli jangni taqdim etib berganlar uchun. Chiqishga 7-juftlik tayyorgarlik ko'rib tursin. Habibullayev, Xayrullo, Namangan viloyati, Ernat Jakipov, Bahodir Jalol maktabi. Ushbu jangda hakamlarning g'olib qarori bilan qizil burchak Sattorov Toshkent shahri vakili Sayfulloh Sattorovga g'alaba. Ringga 7-juftlik bokschilarni taklif qilamiz. So'nggi raundda bitta vakiliga g'alabani berdi. Yon hakamlar Farmonov, Jondashev, Qurbonov, Aytqulov, Ergashev. Reportajimiz davom etadi qadrli muxlislar. 55 kilogramgacha bo'lgan vazn toifasida yana bir nimchorak final jangi. Qizil burchakdan Respublika Olimpiya va Paralimpiya sport turlariga tayyorlash markazi vakili Habibulloh Saynazarov joy olgan bo'lsa, samarqandlik Muhammadjon G'ofurov esa ko'k burchakdan o'rin oldi. Jang referisi G'ulomjon Xidirov.
Habibullo Saynazarov 3-raqamda saralangan. Mamlakat chempionatlarida yuqori natijalarga ega bo'lgan, shuningdek xalqaro musobaqalarda ham anchagina katta tajriba to'plagan. Saynazarov birinchi raund. G'ofurovning ham kecha jangini kuzatgan edik. Juda yaxshi taassurot qoldirdi ushbu sportchi. Chap qo'lni o'tkazdi. Samarqand viloyati vakili. Ikilik zarbasi uning yaxshi, yana bir o'rinni samarali chiqmoqda. Bu safar Habibullaning zarbasi tanaga bir necha bor bitta nuqtaga samarqandlik sportchi zarba beryapti. Chap berdi. Bu safar yana bir uning zarbasiga yaxshi. Hozircha bir necha zarbalarni aniq o'tkazib yubormoqda. Chap bergan holda Habibullah. Ikilik zarbasi Samarqand viloyati tomonidan. Samarqand viloyati vakili ring bo'ylab aylangan holda raqibni kutib olyapti zarbalar bilan. Yana bir harakat samarali chiqdi. Eng muhimi bitta joyda turayotgani yo'q. Qo'l zarbasi. G'ofurov hozircha yaxshi taassurot qoldiryapti. To'xtab qolmoqda. Saynazarov. Yana ikilik zarbasi Samarqand viloyati tomonidan yana bir chap qo'l zarba o'tyapti aniq. Shu zarbalarni qabul qilib olmoqda Saynazarov. Birinchi raundda. Ikilik zarbasi yana bir hujumga o'tayotgan paytda zarba bilan kutib olmoqda G'ofurov. Gavdaga zarba va o'zi ham javob yo'lladi. Saynazarov yaxshi kutib oldi. Bular raqib oldinga o'tayotgan paytda Saynazarovning zarbasi biroq mana bu kabi zarbalarni tez-tez o'tkazib yubormoqda. Respublika Olimpiya va Paralimpiya sport turlariga tayyorlash markazi tarbiyalanuvchisi. Balki kecha ancha jiddiy jang o'tkazgani ta'sir qilyaptimi Saynazarovga? Samarqandlik sportchining zarbalari kuchliroq, aniqroq bo'ldi. Mana shu jarayonda ham. Birinchi raunddan so'ng barcha hakamlar samarqandlik sportchiga g'alabani berishgan. 5-0. Assalomu alaykum, hurmatli muxlislar, ustozlar, e'lon bor edi. Hozir yo'lga mashina qo'yganlar 5 minutda mashinasini stankaga olishmasa, hozir keyin kelibdi, shtraf yozib, evakuatorga olib ketishar ekan. Hozir hamma mashinalarni stankaga qo'yishini so'raymiz. Demak, ikkinchi raund bizda boshlandi. Seriya Saynazarov tomonidan. Tanaga zarbani qanday yo'llamoqda samarqandlik sportchi. Aynan ana shu chap qo'li tanaga tez-tez zarbalarni yo'llamoqda, kuchli, aniq. Bu esa
Habibullaning tezligi xohlaymizmi yo'q ta'sir qiladi. Seriya Saynazarov tomonidan yaxshi ikkilik zarbasini o'tkazdi Habibulla. Samarqandlik sportchida jakkalik zarbalari aniq kuchli chiqyapti. Raqib oldinga intilayotgan paytda zarbalar bilan uni to'xtatmoqda. Yana bir tanaga zarba G'ofurov tomonidan. Yana bir ana shu nuqtaga albatta bu xohlaymizmi yo'qmi Saynazarovning tezligiga qo'llar tushib ketishiga sabab bo'layapti. Natijada aksariyat urinishlar samarali bo'lmoqda bu yerda Habibullaning hujumi. Yana chap qo'l zarbasini o'tkazdi. Ancha noqulaylik tug'diryapti Saynazarovga. Chapaqay raqib. Chalg'utuvchi harakat, aniq zarba G'ofurov tomonidan. Samarqand viloyati vakili tanaga tez-tez zarbalar, so'ng boshqa zarbalarni uzvilikda ta'minlayapti. Mana bu yerda ikkilik zarbasini yana qabul qilib oldi Habibulla. Bosimda birinchi raqamda harakat qilyapti, lekin samara u qadar emas. Aksincha, Samarqandlik sportchi bu yerda to'la-to'kis ustunlik qilmoqda. Qarshi hujumlar orqali ikkilik zarbasi. Yana bir aniq zarba. Aksariyat zarbalarni o'tkazib bormoqda. Habibulla bu safar javob yo'lladi, ammo raqibiga qaraganda kamroq zarbalar. Menimcha Samarqandlik sportchiga g'alabani berishadimi? Yo'q, bu yerda 4 ta hakam bu safar Habibullaga g'alabani berishgan, bittasi esa Samarqandlik sportchiga. Biroz fikrni o'zgartirishga erishibdi Habibulla Saynazarov. Hakamlarning fikriga qaraganda, demak, Habibulla ikkinchi raundda ustunlik qilgan. Respublika Olimpiya va Paralimpiya sport turlariga tayyorlash markazi vakili. So'nggi raund boshlandi. Zarbalar almashinuvi seriya Habibulla tomonidan. Zo'r zarbani o'tkazdi. Zarbalar aniqligiga e'tibor berishyapti sportchilar. Yo'q, bu yerda Xidirov tomonidan to'xtab buyruq bo'lgan edi. Yana bir zarba bilan to'xtatmoqda Samarqand viloyati vakili raqibini.
Ancha tempni yaxshi davom ettirayotgan edi. Habibulla yana Samarqand viloyati vakili ancha o'ziga kelib oldi. Bu yerda ko'ryapsiz, mana hujumga kelyapti raqib. Zarba bilan to'xtatmoqda. Chap qo'l zarbasini o'tkazdi, yana tanaga zarba. G'ofurov tomonidan bir necha zarbalarni o'tkazmoqda G'ofurov. Ring bo'ylab zarbalar orqali raqibini to'xtatyapti. Bu yerda havoda qoldi bir necha zarbalari. G'ofurovning 50 soniya qolmoqda. So'nggi raundning yakuniga yetishiga Habibulla Saynazarov oldinga intildi, biroq zarbalarni o'tkaza olmadi. Aksincha o'z zarbaga duchor bo'ldi bu yerda ham. Ring burchagiga qisib olmoqda. Saynazarov osonlik bilan bosimdan chiqib ketdi. Samarqand viloyati vakili. Yaxshi. Habibullaning aniq zarbasi yana navbatdagi hujumga tayyorgarlik yo'q. Klinch bilan qutulib ketmoqda. G'ofurov bu hujumdan. Qanday to'g'ridan yo'llangan zarba qanchalik kuchli bo'ldi. G'ofurov tomonidan Habibullaning ham irodasiga qoyil qolish kerak. Mana endi Ushbu jangda qizil jarayon kimning qo'li baland ko'tariladi? Qizil burchak Habibulla Habibulla Saynazarovning Saynazarovning qo'li baland ko'tarilyapti. ringga 8-juftli bokschilarni taklif etamiz. Bu juftlik hakamlari referi Abdullayev, yon hakamlar Suleymanova, 4-raundda barcha hakamlar Ayanov, Karimov, Habibullaga g'alaba Ahmadaliyev. 8-juftli bokschilar Jumaboyev, Farg'ona, Nuriddinov, Surxondaryo ringga taklif etiladi. Bu uchrashuvda hakamlarning yangi qarori bilan ko'k burchak Bahadjalol maktab vakili Jakipov Ernat Xon 8-juft chaqiriladi. Shodiyev Nurbek Toshkent viloyati, Ismoilov Murodbek Buxoro. 8-juft hakamlari referi Yakubova, yon tarafda hakamlar No'monov, Abdualimov, Baratov, Yo'ldashov, Muborakimov. O'zbekiston chempionatida yana bir 55 kilogramgacha bo'lgan vazn toifasida nimchorak final jangi bo'lib o'tadi. Bu borada bu safar Farg'ona va Surxondaryo viloyati vakillari o'zaro kuchlashadi. Qizil burchakdan farg'onalik Abbos Jumaboyev o'rin oldi. Uning raqibi esa Elyorbek Nuriddinov Surxondaryodan 10-raqamda saralangan Surxondaryo viloyati vakili. Kecha Jumaboyev ham saralash jangini o'tkazgan edi. Va juda yaxshi ta'sirot qoldirgan edi o'zining harakatlari bilan. Demek birinchi raund.
Biroz bo'ydorroq Surxondaryo viloyati vakili raqibiga qaraganda. Tanaga zarba Jumaboyev tomonidan himoyaviy jang olib boradi. Qo'llarini baland ko'targan holda o'tkazdi Jumaboyev. Harakatlari juda ham tez. Faollashni so'radi referi sportchilardan. Yaxshi javob berdi Farg'ona viloyati vakili. Mana bu safar yaxshi kirib bordi hujumga Jumaboyev. Yaqin masofa albatta Jumaboyev uchun juda ham qulay. Masofada ushlashga harakat qilmoqda Surxondaryo viloyati vakili raqibini. Ammo osonlik bilan mana yaqin masofaga kirib bormoqda Farg'ona viloyati vakili. Uning hujumi yaxshi o'tkazdi Surxondaryo sportchi zarbani. Tanaga zarba. Albatta surxondaryolik bokschi jebda faolroq jeblar bilan ishlasa yaxshi bo'ladi. Har ikkisi ham hamyurtimiz bo'lgani uchun fikr bildiryapman. Yaxshi seriya. Surxondaryo vakili tomonidan tanaga zarba Nuriddinov. Jumaboyev tanaga yaxshi zarbani o'tkazdi. Yana bir urinish ana shu nuqtaga. Bu safar boshiga zarbani yo'lladi. Zarbalar almashinuvi Jumaboyev bosimni kuchaytirmoqda, yaqin masofaga kirib bormoqda osonlik bilan. Himoya o'z o'rnida. Qanday zarbani yo'lladi Nuriddinov. Ancha sokin o'tyapti. Taktik kurashlar, janglar davom etadi. Va so'nggi soniyaga ham yetib keldik. Yaxshi bo'ldi. Jumaboyevning zarbasi. Biroq ochiq qo'lqopda yo'llandi demoqda referi. Birinchi raunddan so'ng Abbos Jumaboyevga g'alaba berilmoqda 5-0. Demak, namanganlik mutaxassis Husanboy Abdullayev jangga ruxsat berdi. Ikkinchi raund. Kilik zarbasi Jumaboyev tomonidan javob yomon bo'lgan yo'q. Surxondaryolik bokschi tomonidan ham bir necha zarbalarni yo'lladi Jumaboyev. Yaxshi, to'g'ri yo'llangan zarba gavdaga bu safar Nuriddinov chalg'itmoqchi. Jumaboyev xotirjam bu harakatlarga. Nuriddinov albatta ana shu
bo'y borasida ustunlikdan foydalanish kerak. Yaxshi tanaga zarbani yo'lladi. Elyor to'xtab qoldi bu yerda. Abbos bundan unumli foydalandi. Kilik zarbasi Jumaboyev tomonidan. Jumaboyev bosimni kuchaytiryapti. Tanaga zarba. Yaxshi bir necha zarbalar seriya Surxondaryo viloyati vakili tomonidan davom ettirish mumkin. Zarbani o'tkazdi-yu, Surxondaryo sport shu ondayoq javobni munosib tarzda berdi. Qanday kuchli zarbani o'tkazmoqda Nuriddinov. Perkot yaqin masofa albatta raqibga qulay va masofani ushlash kerak. Yaxshi, mana shu harakatlar kerak. Ikkilik zarbasi Nuriddinov tomonidan. Jumaboyev yaqin masofaga kiryapti. Himoya o'z o'rnida o'tkazdi ikkilik zarbasini. Yana bir chap qo'l. Aniq. Masofani osonlik bilan qisqartiryapti. Jumaboyev yana bir hujumga tayyorgarlik ko'ryapti. Rejab samarasi mana bu. Aniq zarbalar, ikkilik zarbasi yana bir urinish samarali. O'zi esa himoyaga yaxshi kelib olgan. Mana himoyani ushlagan holda seriyalarni, ikkilik zarbalarni o'tkazmoqda Abbos Jumaboyev. Chalg'itdi Jumaboyev va samaraga erishdi. 4 ta hakam bu safar aynan Abbos Jumaboyevga g'alabani bergan. Sirdaryolik mutaxassisning fikri esa o'zgacha. 4-1 ikkinchi raundda. Kecha Abbos Jumaboyev va Eshotbek Bahodirov demak mudofaa vazirligi vakilini mag'lubiyatga uchratgan ekan. Aynan uning zarbasi ancha yuqori tempda jangni bu raundni boshlashdi sportchilar. Jeplar orqali asosiy zarbani o'tkazmoqchi Elyor Nuriddinov. Tanaga zarba Abbos tomonidan. Himoya yaxshi. Himoyaviy jang olib bormoqda Abbos. Chap qo'l o'tdi. Yaqin masofaga kirgani holda Abbos raqibiga noqulaylik tug'diryapti. Bu yerda zarba yaxshi, lekin himoyaga. Ko'ring, mana Jumaboyevning himoyasi o'z o'rnida, seriya uning tomonidan. Hujum uyushtirgandan so'ng biroz himoyada turgani holda nafas rostlab yana ikkinchi hujumini uyushtirmoqda farg'onalik sportchi. Yaxshi tanaga zarbani yo'lladi Nuriddinov.
ancha kuch sarflashda sportchilar himoya joyida, himoyadan hujumga yana mana yaxshi upperkotni o'tkazgan Nuriddinov. Upperkot bor ekan mana, aynan unga qulayroq, chunki qo'llari uzun. Tanaga zarba Nuriddinov tomonidan. Raqib oldinga intilayapti, masofani ushlash kerak. Eliyor ikkilik zarbasini o'tkazdi. Hozircha Abbos qattiq urish istagida bo'lmoqda. Yaqin masofaga kirdi. Mana yana bir hujum. Va shu tariqa jang yakuniga yetmoqda. Kecha Eliyor Nuriddinov Xorazmlik Bahodir Alisherovga qarshi jangda ustun kelgan edi. 16dan bir bosqichda, mana nimchorak finalda esa Farg'ona viloyati vakili bilan jang olib bordi. Endi g'olibning qo'li baland ko'tariladi. Katta ehtimol bilan albatta Abbos Jumoboyev g'alaba qozondi. Ushbu uchrashuvda hakamlarning qarori bilan qizil burchak Jumoboyev. Ashida Abbos Jumoboyevning qo'li baland ko'tarilmoqda va u chorak finalda ringga ko'tarilish imkoniyatiga ega bo'ldi. Uchinchi juftlik hakamlari. Birinchi hakam Rahim Buliyev, ikkinchi Urdushev, Qurbonov, Ahmadaliyev, Bayanov, referi Ergashev. Qadrli muxlislar, endi 60 kilogramgacha bo'lgan vazn toifasidagi sportchilarning dastlabki nimchorak finaldagi bugungi jangini kuzatamiz. Qizil burchakka Toshkent viloyati vakili Asilbek Abduqodirov taklif etildi. Ko'k burchakdan esa Toshkent shahri vakili Diyorbek Abdumannonov o'rin oladi. Albatta bosqichdan bosqichga o'tgan sari janglar kuchli bokschilar o'rtasida shiddatli tarzda bo'ladi. Bu sportchilarning ham bu safargi to'qnashuvi yanada qiziqarli kechadi degan umidda, ishonchdamiz albatta. Jang referisi Hasanboy Ergashev Namangan viloyatidan. Yon hakamlar o'z o'rinlarida joylashdi. Birinchi raund boshlandi. Yaxshi boshladi Diyorbek. Ancha faol. Jeplar bilan yetib borgani yo'q Asilbekning zarbasi. Va tanaga zarba uning tomonidan. Yaxshi tanaga zarba Asilbek Abduqodirov. Bir-birlariga juda ham bo'y borasida tenglikni ko'ryapmiz. Endi daraja mahoratini esa sekin asta bilib olamiz. Yaxshi seriya ijro etdi Diyorbek. Toshkent shahri vakili yana bir urinishni samarali yakunlamoqda. Rang-baranglik bor ancha. Abdumannonovda tanaga zarba, so'ng o'ng qo'lda boshqa zarba yo'llashga erishdi. Asilbek Abduqodirovning urinishi kutyapti raqibni, chunki ko'ryaptiki ko'proq raqib hujumga o'tmoqda.
chalg'ityapti. O tananga zarbani yo'lladi. Asilbek yana bir samarali urinishni amalga oshirmoqda. Toshkent viloyati vakili Okilik zarbasini o'tkazdi. Yana bir zarba seriya Toshkent shahri vakili tomonidan. Juda samarali hujumni uyushtirdi. Diyorbek yaxshi bu yerda faolroq va o'z navbatida Asilbekning yaxshi zarbasini ko'rdik. So'nggi soniyani ham yuqori notada yakunlash berdi bokschilar. Bu ustunlik Asilbek Abduqodirovga berilmoqda 5-0. Asilbek Abduqodirov birinchi raqamda saralangan 60 kilogramgacha bo'lgan vazn toifasida. Bu albatta uning mamlakat chempionatlarida yuqori natijalarga ega bo'lganligini bildiradi. Kuzatamiz navbatdagi raundni. Yaxshi o'qqandek tanaga yo'lladi zarbani Asilbek. Jeb Asilbek tomonidan biroq javobni munosib tarzda berdi. Diyor ham Asilbek bu yerda qanday zarbani yo'llamoqda. Ancha xotirjam raqibning hujumlariga. Toshkent viloyati vakili. Aytish kerakki, o'tgan yilga Iordaniyada bo'lib o'tgan 17 yoshgacha bo'lganlar o'rtasidagi Osiyo chempionatida Asilbek 57 kilogramm vazn toifasida oltin medalga ega bo'lgan edi. Kilik zarbasi Asilbek tomonidan yana o'tkazdi. Ancha tashabbusni o'z tomoniga yog'dirmoqda Abduqodirov. Tanaga zarba Abduqodirov tomonidan. Yo'q, yetib borgani yo'q Diyorning hujumi. Yaxshi bu yerda o'tkazdi. Bu safar tanaga zarba. Qanday zarbani o'tkazmoqda Asilbek, aniq kuchli. Ikkilik zarbasi. Javob ham chakki emas Diyor tomonidan.
to'xtab qoldi. Shunchaki turib qoldi. Natijada munosib tarzda jazolamoqda Abduqodirov raqibini. Jang butunlay ustunlik Asilbek tomoniga o'tib ketayotgandek. Aytish kerakki, Abduqodirov bundan avvalroq Prezident Olimpiadasida ham yuqori natijaga ega bo'lgan edi. Asilbek 60 kilogramm vazn toifasida Prezident Olimpiadasida Toshkent shahar vakili Bobomurod Boymirzayevdan hal qilish finalda ustun kelgan edi. Bu safar esa poytaxtning yana bir vakili Diyorbek Abdumannonov bilan nimchorak finalda kuchlashyapti. Abduqodirov yaxshi tanaga zarba bilan kutib oldi Abduqodirov. Ikkilik zarbasi Diyorbek tomonidan. So'nggi raundda ancha sokin o'tyapti. Har ikkisi ham mana shu zarbalar aniqligiga e'tibor qaratmoqda. Yaxshi zarba bilan ortga chekindi Asilbek. Chunki bilib turibdi, ustunlik uning tomonida. Hozir ortiqcha kuch sarflash kerak emas. O'zini biroz ehtiyot qilgan holda jangni davom ettirmoqda. 1,5 daqiqacha vaqt qoldi so'nggi raundning yakuniga yetishiga. Aksariyat urinishlarni Asilbek osonlik bilan to'xtatyapti. Chiqishga tayyorgarlik ko'rib tursin. 10-juftlik Ruslan Do'stmambetov, Qoraqalpog'iston Respublikasi, Behruz Qurbonov, Buxoro. Bu uchrashuvda hakamlarning yangi qarori bilan g'alaba ko'k burchak Muhammad Rizo Uqimov g'olib chiqdi Andijon viloyati. 10-juftlik hakamlari referi Sodiq Kidirov. Yon tarafda Ancha katta kuch hakamlar. sarflashi natijada sportchilar tez klishga ham kirishyapti. Bazarov, Abdualimov. Ikkilik zarbasi yana Asilbek tomonidan yana bir urinish samarali. Aniqlik, ustunlik borasida baribir tajriba o'z so'zini aytyapti. Toshkent viloyati vakili. To'la to'kis ustunlikni qo'lga oldi va uni munosib tarzda har bir harakatlari bilan mustahkamlab bordi. Ushbu jangda hakamlar qarori bilan
Qizil burchak. Demak, Asilbek Abduqodirov 4-1 hisobida g'alabaga erishgan holda chorak final yo'llanmasini qo'lga kiritmoqda. Ringga 10-juftlik bokschilarni taklif etamiz. Bu juftlik hakamlari referi To'laganov, yon hakamlar Jovdashev, Farmonov, Hayitqulov, Bekmurodov, Karimov. Bu safar Qizil burchakdan Respublika Olimpiya va Paralimpiya sport turlariga tayyorlash markazi tarbiyalanuvchisi Asadbek Esonboyev joylashgan bo'lsa, ko'k burchakka Farg'onadan Muhammad Aziz Akromov taklif etildi. Aytish kerakki, har ikkisi ham shu paytga qadar yaxshi natijalarga ega bo'lgan. Ichki musobaqalarda, xalqaro musobaqalarda ham ishtirok etgan. Jumladan Asadbek Esonboyev Osiyo chempionatida yuqori natijaga ega bo'lgan. 52 kilogramm vazn toifasida o'shanda ishtirok etgan edi. Respublika Olimpiya Paralimpiya sport turlari tayyorlash markazi tarbiyalanuvchisi. Farg'onalik sportchida ham ancha-muncha yaxshi natijalar borligi haqida ma'lumot oldik. Demak, bugun ular taniqli mutaxassis Olimpiya o'yinlarining sovrindori Karim To'laganov referiligi ostida o'zaro kim kuchli ekanligini amalda ko'rsatib berishadi. Birinchi raund. Asadbek Esonboyev yaxshi boshladi, tanaga zarba. Birinchi raqamda harakat qilmoqda Farg'ona viloyati vakili. Biroq zarbalar bilan to'xtatmoqda uni raqibi. Jeplarida faol asosiy bilan ham qo'shyapti bu yerda. Akramovning zarbasi. Uning burchagiga bordi, lekin samaraga erisha olmadi. Mana bu yana bir urinish Farg'ona sportchi tomonidan seriya yaxshi. Ammo o'zi ham bu kabi zarbalarni o'tkazib yubormoqda. Akramov. Kirik zarbasi Esonboyev tomonidan. Yana bir zarba Esonboyev tomonidan yetib borgani yo'q Akramovning zarbalari. Bu yerda yaxshi Farg'ona sportchi zarbasi, biroq javobni yo'lladi tanaga. Esonboyev Asadbek yana bir ikkilik zarbasi orqali yengilgina burchakdan chiqib ketmoqda. Bilim yurti tarbiyalanuvchisi tempni oshirdi va samaraga erishdi. Akramov Muhammad Aziz yaxshi tanaga zarba. Bu yerda bir necha zarbalar aniq chiqmagan edi. Esonboyevning biroq yopib ketdi bitta zarba bilan u. Kirik zarbasi Farg'ona viloyati vakili bu safar. Kuchli zarbasi bor ekan Esonboyevdan. Qolaversa ko'ryapsiz, bosim tinimsiz davom etmoqda farg'onalik bokschi tomonidan. Ana shu bosimdan mana bu kabi zarbalar orqali qiyinchiliksiz chiqib ketmoqda. Chunki Farg'ona viloyati vakili to'xtab qoldi. Sal bo'lmasa nokdaun holatiga ham tushishi mumkin edi. Hozirgi ko'rsatma To'laganov tomonidan Akramovga taniga zarba. Baribir Esonboyev mahorat bobida ancha ustun ekanligini ko'rsatyapti.
Asadbek Esonboyevga beshala hakam ham g'alabani berishdi birinchi raunddan so'ng. Biroq hali oldinda ikkita raund bor. Ko'rdik, Muhammad Aziz Akramovda ham yaxshigina mahorat bor. Murabbiylar esa ko'rsatma berishadi, uqtirishadi xatolarni va shunga qarab u jangni davom ettiradi. Asadbek Esonboyev Prezident Olimpiadasida ham 57 kg vazn toifasida kumush medalni qo'lga kiritgan ekan. Bundan biroz muqaddam. Yaxshi seriya. Yaxshi o'tkazdi Akramov. O'qo'z zarbasini. Seriya uning tomonidan. Biroq mana bu kabi zarbalar Esonboyevda ko'proq, aniqroq, kuchliroq va bu yerda javob zarbasini ham o'tkazdi Muhammad Aziz. O'tdi Esonboyevning ikkilik zarbasi. Oy. Yana bir ana shu nuqtaga urinish samarali bo'lmoqda Esonboyev tomonidan. Asadbek. Baribir ana shu ko'p musobaqalarni ko'rgani, Osiyo birinchiliklarida muvaffaqiyatlar, yaxshigina tajribasi oshishiga xizmat qilgan bu yerda farg'onalik sportchining bosimi. Mana shunday paytda oddiygina zarbalarni o'tkazib bormoqda ba'zan Akramov. Biroz e'tiborsiz qoldiryapti raqib harakatini, natijada oddiy holatda ham zarbalarni qo'yib yuboryapti Muhammad Aziz Akramov. Bilmadim. Holati yomon emas, mana murabbiylarni yaxshi eshityapti, ko'rsatmalarini u. Va bilib turibdi, raqibning chap qo'l zarbasi xavfli. Yana kutib oldi, zarba bilan Esonboyev. Bir daqiqa qoldi ikkinchi raundning yakuniga yetishiga. Telegrafda og'zaki ko'rsatmalar Esonboyevga. Yaxshi seriya Farg'ona viloyati tomonidan va o'z vaqtida klinchga kirib olmoqda. Bilim yurti vakili. Yana bir urinish. Esonboyev kutyapti ring burchagida. Qanday zarbaga javob bermoqda Akramov. Tanasiga kuchli zarbani o'tkazib yubordi, lekin yaxshi zarbani o'z vaqtida qaytara oldi Akramov. Zarbani Esonboyev yo'llagandan so'ng bilyaptiki, qarshi hujum uyushtirilmoqda. Shu bois biroz egilgan holda ana shu zarbalardan ham muvaffaqiyatli chiqib ketmoqda aksariyat vaqtda. Va ikkinchi raunddan so'ng 3 ta hakam Asadbek Esonboyevga g'alabani bergan bo'lsa, 2 nafar esa farg'onalik Muhammad Aziz Akramovga ustunlikni berishgan. Qiziq jangni ko'ryapmiz. Munosib raqiblar qarama qarshiligini kuzatyapmiz. Aytish kerakki, Esonboyev bu musobaqaga 5-raqamda tasniflangan. Uchinchi raund.
boshlandi. Yaxshi ikkilik zarbasi Farg'ona vakili tomonidan javob berdi Esonboyev. Ring burchagida jang harakatini davom ettiryapti Akramov. Yaxshi aniq zarba Akramov tomonidan o'zi o'tkazib yubordi zarbani. Ancha toliqqandek Akramov. Chunki zarbalari bor u qadar kuchli chiqmayapti hozircha. Yaxshi. Bitta zarba bilan bosimdan chiqib ketmoqda. Asadbek. Murabbiylar Akramovga raqibni nokaut qilish kerakligini uqtiryapti, chunki ikki raund yakunlariga ko'ra Esonboyev ustunlikda bu jangda 11-juftlik Tillo Kamilov Muhammadov. Bu uchrashuvda hakamlarning qaroriga ko'ra g'alaba ko'k burchak Behruz Qurbanov olib chiqdi. Buxoro viloyati vakili. Murabbiylar ta'kidlaganidek Esonboyev ham toliqdi, lekin Jasur Qurbanov holat raqibidan-da a'lo emas. Chunki juda katta kuch sarflashdi. Oldinda esa yana bir yon tarafda hakamlar O'razov, Yo'ldashev, Baratov, Do'monov, Adashev. yaxshi kutib oldi Esonboyev. Yana bir urinish, biroq seriyani o'tkazib yubordi Esonboyevning o'zi. Muhammad Aziz imkoniyati boy beryapti, lekin jismoniy holati nisbatan sal yaxshiroqdek. Mana bu muvozanatni yo'qotishlar albatta ana shu toliqishning ta'sirida bo'lmoqda. Yaxshi kutib oldi Akramov. Esonboyev sezib turibdi. G'alabaning ishtiyoqini, g'alabaga bo'lgan ishtiyoq bor unda ham. O'tkazdi Esonboyev. Muvozanatni yo'qotmoqda bu yana bir karra. Osonlik bilan Asadbek chap beryapti raqib zarbasiga. Juda ham qiziqarli bo'ldi so'nggi raundning so'nggi daqiqasi ayniqsa. G'alaba kimga beriladi? Mana endi Karim To'laganov g'olibning qo'lini baland ko'taradi. Bu Asadbek Esonboyev bo'lmoqda. Demak, kichik ustunlik 3-2. So'nggi raundda farg'onalik sportchi 5-0 hisobda g'alabaga erishgan, ammo ikkinchi raunddagi 3-2 hisobi aynan ana shu kichik g'alabani, ustunlikni Asadbekning g'alabasini ta'minlab bergan. Birinchi raundda 5-0 hisobda g'alabaga erishgan edi Asadbek, keyin esa 3-2, so'ng esa 0-5 hisobda mag'lub bo'ldi. Yakunda esa baribir. Mana shu sportchining qo'li baland ko'tarilmoqda. Qadrli muxlislar, mana shu nuqtada biz reportajimizni yakunlaymiz. Boks bo'yicha yoshlar o'rtasidagi O'zbekiston chempionatini esa Sport telekanalida kuzatib boring.